en kulminatsion nuqtasi deydi-ku, o'sha yerga oladi. Buluşkamizni chiroyli etib ustiga bosib, albatta sochni, moshni burger yeyish uchun atashkapa kelish kerak. Hammaga assalomu alaykum, qadrli bizani kuzatuvchilar, YouTube kanalida, Instagram platformasida kuzatuvchilarimiz, bizani qadrli mehmonlarimiz. Hammangizni girib kelgan issiqlar, ya'ni yoz, bahor tabriklaymiz. Ro'zalardan yaxshi chiqib qoldingizlarmi? Bugun biza atashkapda sizlar bilan yangi menyuni etap ko'rib chiqamiz. O'tgan safar mastava qildik, shashlik retsept berdik. Endi biza hamma bilgan, hamma yaxshi ko'rib yurgan, ko'pchilik qiynaladigan burgerda asosiy bulshkasini nerdan olmagan, kotletni nechab jo'tadilar ekan, yo bo'lmasa nechik usloviyada tayyorlash mumkin. Bugun biza sizlarga hammasini noldan 100 dan ko'rsatib o'tamiz. Bugungi mavzumiz bilganlaringizni burger. Bizada burger retsept klassik Yevropada, ko'pchilik Yevropada chiqqan bo'lsa, asosiy mramorniy burger deydi, yo bo'lmasa steak burger deydi. Spetsialniy tayyorlangan go'shtdan burger jo'tadilar. Biza o'zlarimiz mesni go'shtlar bilan sizlarga chiroylatib burger tayyorlab beramiz. Ko'rib turganlaringizni biza o'zlarimiz zagotovkalarni tutib olganmiz. Bizlarga kerak bo'ladigan narsalar asosiy burger farshimiz uchun asosiy shapak, bu sviyaska uchun ishlatamiz biza, чтобы go'shtni urgan vaqti mangalda tarang turishi uchun, go'shtni bo'lib bermasligi uchun shapak qo'shamiz. Keyin satan, keyin charva yog'ini qo'shamiz. Ozgina qo'y dumbasi, xohishga ko'ra xohlasangiz qo'shinglar, xohlasangiz qo'shmanglar. Men qo'shaman, чтобы mangalda pishirgan vaqti dumba o'tda aromatli bo'ladi. Sababi dönerni yegan vaqti, döner, turetskiy döner, ular biza seni dumba ishlatadilar. Sababi shuni evazini ham o'tda yangani uchun ham mazali dud rolni o'ynab beradi. Bo'yin go'sht qo'shsangiz bo'ladi. Bo'yin go'sht asosiy shira taraflama ham kotletni tarangniki ushlab beradi. Men bugun bo'yin go'sht qo'shmayman. Sababi men o'zim klassik, sababi tez pishadigan usuli. Satan, shapak, charviyaq va dumba. Xohishlarga ko'ra dumba. Men qo'shaman. Esa ko'rib chiqamiz bugun. Chiroylatib satan go'shtlarimizni narezga etib olamiz. Bu ijazat o'tishimiz uchun ba'zi misrobga yuboramiz. Shuning uchun narezkasi tamam важный emas. O'zingizga удобный bo'lgan holda, uyda agar 24lik, 20lik razmerda misrobkalar bo'lsa, sal kichikroq olasizlar. Biz 32lik misrobka ishlatamiz. Bu 32 da ham skorsa eng katta misrobka, ko'p go'shtchilar ishlatadigan. Kichik kelsak ham chiqarib beradi. Burgerning asosiy fishkalaridan biri go'shtni to'g'ri tanlash, ijanda ham yog'ni solish. Standart bo'yicha 70 30 ayladi. 70% chistin lahm go'sht olsa, 30% yog' bo'ladi. Masalan, 1 kilo go'sht olsangizlar, shuni 700 gramini haqiqiy so'm go'sht etib qolasizlar, 300 gramini yog' qo'shsangizlar bo'ladi. Shunda burgerlarimiz chiroyli bo'lib chiqadi. Go'shtlarimizni dorab bo'lgandan keyin oxirinda chiroylatib charva yog'larini olamiz. Iloji boricha shuni yupqa charvalarni olinglar. Bundan ham yupqalari bor. Что kotlet etgan vaqtlaringizda sochni olib go'shtning ichida qoladidan ko'psi buyrak yog' qo'shadi. Buyrak yog' qo'shishni men tavsiya etaman. Sababi buyrak yog' qo'shsangizlar shamning bo'lib qattiq qoladi. Oddiy misol bozorlarga borgan vaqtda, masalan, ko'p shashlikxonalarga borgan vaqtda buyrak yog' qo'shadilar. Ijan shashlikka. Shunda tayyorlaganingizni shamning bo'lib qotadi-ku, ana shu buyrak yog'i. Ammo bu narsa yo'q. Bu naborot kotletimizga sok beradi. Ajoyib sochni bo'lishini ta'minlab beradigan vajish. Charva yog'i. Tak, go'shtlarimizni dorab oldik. Buning ichida aytib o'tganimdek satan, shapak, charva yog'i, ozgina dumba qo'shdim. Bunga ishlatadigan peripravalarimiz biza bunga qaraganda hech qanaqa periprava qo'shimiz, yo bo'lmasa shashlikni periprava yo universalniy periprava hech narsa qo'shimiz. Bu tabiiy narsa ishlanadi. Bunga tuz, qarabirch bo'ldi. Shu narsalar ishlatiladi. Hozir uni chiroylatib sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Tak, men 2 razkladga ishlatib turibman. Shunda 50 gram solamiz ekan.
Qara burch beramiz. Tak, preparatlarimizni solib bo'ldik. Endi buni chiroylatib mikrovkadan chiqarib olamiz. Keyin mikrovkadan chiqqan prosesini sizlar bilan burger tayyorlaymiz. Ish prosesini ko'raveramiz. Tak, ko'rib turganlaringizdek, biz ijonni chiqarib oldik. Bu prosesini ko'rsatganimiz yo'q, sababi hamma biladi. Mikrovkada 2 marta chiqarasizlar, ajoyib bo'ladi. Endi farshimizni tama qarab 100 gramdan 120 gramdan 150 gram 200 gram aling uyda bo'ladigan bo'lsa, biz 100 gramdan servirovka etamiz. Chiroylatib ishlab olamiz, sababi svязка yaxshi bo'lishi kerak. Svязка zo'r bo'lsa, chizayotgan vaqti, burger etgan vaqti kotletlaringiz chiroyli olib turadi. Vesini yo'qotmaydi, vidani ham yo'qotmaydi. Iloji boricha shuni yaxshilab urish kerakmi? Urgan vaqtda shuningni ichida qolmaydi. Bir-biriga yopishib, svязка zo'r bo'ladi. Hozir bu kotletlarni ko'rib chiroylatib bir burger ishlab beraman sizlar. Double degan. Двойной. Xudo xolasa ish prosesini ko'raveramiz. Tak. Tayyorlatib olgan jonlarimizni shuning kavuklari bor. Bozordan olsangiz bo'ladi buni. 50 ming so'm o'zi. Chiroylatib, teyina paket qo'yinglar, sababi bu narsa yopishadi, ozgina yog' bilan yog'lab berish kerak. Чтобы yopishmasligi uchun paketni shuna tep qo'yamizdan farshimizni yuvaramiz. Qolgan yarımini o'zina tortamiz. Чтобы ikkinchi tarafini yopishmasligi uchun. Üstüne chiroylatib bosamiz. Shuningdek chiroyli tumtumalak kotletlarimiz chiqadi. Tamam, qattiq bosmak shart emas. Qattiq bossangiz ham boshlaridan chiqib ketadi. Üst tarafından bosib chiroylatib olaveramiz. Yana bortlarni ham ko'rdingizlar. Tak, tayyor bo'lgan kotletlarimizni chiroylatib endi mangalda servirovka etib ko'rsataman sizlarga. Nishatib otashga olgandan keyin hozir eng zo'r fishkalaridan bo'lib turgan narsa, bu yerning eng zo'r udobstvosi Xorazmda, ya'ni respublikamizda desek ham yanglishimiz. Respublikamizda birinchilardan bo'lib o'tiradigan atmosferani ichida mangal qo'yib, o'z-o'ziga xizmatdan shunday chiroyli uyutni место yaratdilar. Bolalar alohida respekt. Bu yerning eng zo'r taraflaridan biri ishdan xorib kelgansiz, jo'ralar bilan bir yere borish kerak, lekin ya bo'lmasa uyda o'tira oladigan jo'ralar bo'ladi. Bu shart emas, bemalol otashga olib kelasizlar. Shuni atmosferasini bu yerda oladi. Siz hech ishda ishlashingizddan farqi yo'q. Otashga olib kelsangiz, eng zo'r fishkalaridan, eng zo'r odam yakadon taraflaridan biri siz oddiy odam bo'lib, bu yerda shashlik pishirib do'stlaringiz bilan ulashingiz. Ko'chada nechta avtoritetligingiz qiziq emas, otashga olibda yaxshilikka qaytasiz. Bu yerning eng zo'r pluslaridan shu. Bizlar ham sizlar bilan bugun yaxshilikka qaytgan holda chiroylatib, burger etib tayyorlab beramiz. Yana plus taraflari, burgerning shuning zo'r taraflari bor. Servirovka masalan, nechik sousda yeyishlaringiz masalan, bunga ketadigan bizdan sirniy sous bor, myodu горчичный sous bor, keyin jiddiy dimli souslarimiz bor. Xalagan souslaringizni aytib, o'zlaringiz xalagancha etib yasab yesangiz bo'ladi. Men bugun sizlarga shuni chiroylatib yasab beraman. Men bugun double yeyasim bor. Двойной kotletni burger yeyasim bor. Men shuni sizlar bilan bugun tayyorlayman. Esa boshlaymiz. Bizlarga kerak bo'ladigan narsalar, kotletimizni chiroylatib saqlab olganmizni shuni deb buni bemalol endi mangala qo'yib tayyorlab boshlaymiz. Biza u tayyor bo'lincha bu yerda pomidor bor, bizning o'zimizning messi, keyin kornishonimiz bor, ya'ni marinonni badring, keyin salat icebergimiz bor, bulchkamiz bor, firmenli bulchkalar, keyin cheddar sir. Sirsiz bo'lmaydi bizatini. Hozir tayyorlagan sousimiz. Mana endi xudo xohlasa chiroylatib mangala tashimiz. Bu pishguncha buni taqlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ya'ni chiroyli cheddar sirlarini üstüne qo'yib, azizatib yana mangala qo'yamiz. Sababi aytib o'tganimning bugun двойной yeymiz. Двойной. Shunning bulchkalarimizni doğru mangalda qo'yaverasizlar. Xrustash olib, qitirlama olib chiqadi. Bulchkani yana plus taraflari bor. Kotlet yonib turgan bo'lsa, kotletdan damib turgan so'llari ko'mirda bu aromata beradi. Bu aromatlarning hammasini bulchka o'zini oladi. Buni albatta yeb avvaldan tushunadigan odam prekrasniy yaxshi biladi.
Shuning uchun hamma vaqt ushunlatib, o'zlari izlatib, tayyorlab yeyish uchun ateş kebabga kelish kerak. Tayyor bo'lgan burgerlarimizni olib, endi chiroylatib servirovga ketamiz. Aytib o'tganimdan chiroylatib sous o'tganmiz. Bu sousimiz chiroylatib spesialniy shu burger uchun ishlangan. Bu sousni ko'pchilik biladi. Mangal ta'mda, ya'ni mangal sous desam bo'ladi. Ichida aytib o'tganimdan mayonez, sladkий chili и жидкий dimba. Oddiy, eng prostoy retsept, lekin sizlarni oddiy burgerlaringiz ham urovini dim bilan to'p chiqadi. Bemalol tatib ko'rasiz. Endi chiroylatib servirovga ketamiz. Chiroylatib sousini beramiz, zo'ratib. Izinden albatta salat iceberg. Sousdan keyin tursa bu boshqacha aromatli bo'lib, yana sochli bo'lib. Izinden pomidor. Albatta keyin marinonni bodring karnishonlarimiz. Piyoz qo'shsangiz ham bo'ladi. Piyozni iloji boricha aromatni etib, ozgina limonni fresh bo'lmasa chut-chut nodidi zelen uksus bersangizlar ham bo'ladi. Tayyorga qarab yuborasizlar. Endi tayyor bo'lgan kotletlarimizni olib, chiroylatib servirovga ketamiz. Aytib o'tganimdan bugun двойной o'ynaymiz. Ikkinchi bulishkamiz ham chiroylatib sousini beramiz. Endi oxirgi eng kulminatsion nuqtasi deydi-ku, o'sha yerga bo'ladi. Bulishkamizni chiroylatib ustiga bosib, albatta sochniy, moshniy burger yeyish uchun ateş kebabga kelish kerak. Bugungi retseptlarimiz bilan ulashgan Sherali chef chiroyli burger, chiroyli atmosfera и albatta retseptlari bilan birga. Hammangizni ateş kebabda kutamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bu hali boshlanishi. Har hafta bizdan yangi vlog, yangi videolar. Burgerni ko'rdingizlar, endi kelish kerak bo'lgani shu. Sherali chef sizlar bilan ateş kebab.